Endi Amerika orzusi uchun chiptangiz shundoqqina o'zingizni qo'lingizda desam ishonasizmi? Bilasizmi nima? Siz faqatgina onlayn ariza topshirish orqali Green Card'ni yutib olib, Amerikaga ketishingiz mumkin. Green Card'da Amerika hukumati tomonidan ishlab chiqilgan dastur bo'lib, bu tegishli mamlakatlardan arizachilarni tasodifiy ravishda tanlab oladi. Bu dasturda qatnashish uchun siz shunchaki veb-saytdan ro'yxatdan o'tishingiz mumkin. Sizga kerakli bo'ladigan hujjatlar ro'yxati faqatgina pasport, fotosurat va shaxsiy ma'lumotlaringiz. Bu yilgi dastur natijalari 3-may kuni e'lon qilinadi, ya'ni bir necha kundan keyin. Agar siz noyabr oyida Green Card lotereyasiga ariza topshirgan bo'lsangiz, siz natijangizni bemalol 3-may kuni ushbu veb-saytni o'zidan tekshirib olishingiz mumkin. O'zbekistonda har yili